Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Buyuk mutafakkir va so'z san'atining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan uning sermazmun hayoti va bebaho ijodini yodga olamiz. Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining buyuk namoyandasi, mutafakkir shoir, davlat arbobi va insonparvar allomadir. U Sharq uyg'onish davrining eng yirik vakillaridan biri bo'lib, butun turkiy xalqlar madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida tavallud topgan. Uning otasi G'iyosiddin Kichkina Temuriylar saroyida xizmat qilgan. Ilm va madaniyatga yaqin inson bo'lgan. Shu sababli Navoiy yoshligidanoq ilm, fan, adabiyot va san'atga muhtida ulg'aydi. U Hirot, Mashhad va Samarqand madrasalarida tahsil olib, arab, fors va turkiy tillarini mukammal egalladi. Navoiy ijodining eng muhim jihati shundaki, u o'zbek tilini adabiy til darajasida ko'tardi. O'sha davrda ko'pchilik ijodkorlar fors tilida yozgan bo'lsa, Navoiy turkiy tilda ham yuksak badiiy asarlar yaratish. Alisher Navoiyning eng mashhur asari Hamsa bo'lib, u 5 dostonni o'z ichiga oladi. Hayratul ul Abror, Farqot va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor, Saddi Iskandariy. Bu asarlarda sevgi, sadoqat, adolat, insoniylik, ilm va axloq masalalari chuqur falsafiy ma'noda yoritilgan. Ayniqsa Farqot va Shirin hamda Layli Majnun dostonlari Sharq adabiyotining durdonalaridan hisoblanadi. Navoiy nafaqat shoir, balki davlat arbobi ham bo'lgan. U Husayn Bayqaro saroyida yuqori lavozimlarda ishlab, xalq manfaatini ko'zlab, ko'plab xayrli ishlarni amalga oshirgan. Masjidlar, madrasalar, shifoxonalar, ko'priklar va karvonsaroylar qurdirib, ilm, fan va madaniyat rivojiga katta e'tibor bergan. Alisher Navoiy asarlarida insonni komillikka yetaklash, halollik, mehr va shafqat, vatanparvarlik g'oyalari yetakchi o'rin tutadi. Shu bois uning ijod asarlari o'sha o'z qadrini yo'qotmagan, bugungi kunda ham ma'naviy tarbiya manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Uning boy merosi o'zbek xalqining milliy faxri va ma'naviy xazinasi hisoblanadi.